Bismillahirrahmanirrahim. Sura Zuhruf. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Hamim. Ha mim. Wal kitabil mubin. Ro'shan kitob bilan qasamki, إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. sizlarni uning ma'nosini tushansin deb biz uni haqiqatan arabcha Qur'on qildik. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. Haqiqatan u lavhul mahfuzda bizning dargohimizda muqimlashgan yuqori martabalik hikmatlik kitobdir. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. Sizlar gumrohlikda haddidan oshgan qavm bo'lganliginglar uchun sizlarga vaz nasihat qilishni tarik qilamdik. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. ilgirki ummatlarga nurg'un payg'ambarlarni avatdik. وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. ularga qandoq bir payg'ambar kelmasin, ular uni qavming seni masxira qilgandek masxira qildi. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. Ular, yani Makka kafirlaridan kuch-quvvatda ustun bo'lganlarni halok qildik. İlgirkilarning qissalari Qur'onda o'tdi. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. Agar sen ulardan osmonlar va zaminni kim yaratdi deb so'rasang, ular albatta osmonlarni va zaminni g'olib, hammani bilguchi Alloh yaratdi deydi. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. Allah sizlar uchun zaminni qarorgoh qildi. Safarda ko'zlagan yeringlarga berib olishinglar uchun sizlarga zaminda nurg'un yo'llarni yaratdi. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. Allah bulutdan sizlarga ziyon yetkizmay, foyda yetkizadigan o'lchamda yomg'ir yog'dirdi. Uning bilan biz giyoh unmas qaqas o'lik zaminni tirildirdik. Sizlar mushundaq, ya'ni o'lik yerdan o'simlik chiqarilgandek qabranglardan chiqarilisizlar. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. Allah bütün mahluqotlarning turlarini yaratdi. Sizlarga ustiga chiqishinglar uchun kema va minishinglar uchun hayvon qatorliqlarni yaratdi. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. Ondan sizlar ularning ustiga chiqqanlaringlarda Parvardigoringlarning ne'matini aslab bizga buni bo'ysundirib bergan zot pokdir. Biz uningga minishga qodir emas edik. Va inna ila robbina lamunqalibun. Biz haqiqatan Parvardigorimizning dargohiga qaytquchilarmiz degaysizlar.
وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ. Ular farishtalarni Allohning qizlari deyish bilan Allohning bir qism bandalarini Allohning bir juz'iyyi qilib oldi. Mundoq deguchi inson haqiqatan Allohga oshkora noshukrlik qilg'uchidir. أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ. Allah mahluqotdan o'zi uchun qizlarni bola tutib, sizlarni o'g'illarga xos qildimi? وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Agar ularning biriga marhamatlik Allohga masal qilgan narsa, ya'ni qiz bola bilan beshorat berilsa, ya'ni xotinining qiz tuqqanligi xabar qilinsa, qayg'uga cho'mgan holda uning yuzi qoridab ketadi. أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. Ular Allohga zibu zinnat ichida cho'ng bo'ladigan, munozirada maqsadini ochiq bayon qilolmaydigan qizlarni mansub qilamdi. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Allah farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi. Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi, ularning nomi amoliga yeziladi. Qiyomat kuni ular so'roqqa tortiladi. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. Ular marhamatlik Allah xolisa biz ularga, ya'ni farishtalarga cho'qinmaydik dedi. Bu to'g'riliq. Ularning bilimi, ya'ni asosi yo'q. Ular faqat jo'ylaydi. أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ. Ularga biz Qur'ondan ilgari qandoqdir bir kitob bergan bo'lib, ular shu kitobga mahkam eslamdi. بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ. Undaq emas. Ular haqiqatan ota-bovlarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Biz ularning izidan menib hidoyat topquchidirmiz deydi. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. Shuningdek, sendin ilgari har qachon biror shaharga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar avatsakla, uning davlatman odamlari biz haqiqatan ota-bovlarimizning bir xil dinga e'tiqod qilganligini bilamiz. Shak shubhisizki biz ularning izlaridan mangimiz deyishdi. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Har payg'ambar o'z qavmiga ota-bovanglar e'tiqod qilib kelgan dinga qaraganda eng to'g'ri bir dinni keltirsam, yanala ota-bovanglarga agishamsizlar dedi.
ular sizlar elib kelgan dinga ishonmaymiz deyishdi. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. Biz ularni jazoladik. To'g'ri yo'lni inkor qilguvchilarning oqibatining qandoq bo'lganligiga qarag'in. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. O'z vaqtida İbrahim otasiga va qavmiga aytdi: sizlar cho'qinayotgan butlardan men rostla oda judaman. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. Faqat meni yaratgan Alloh meni to'g'ri yo'lga boshlaydi. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. İbrahim kalima tavhidni avlodidan sherik keltirganlar iymonga qaytsin deb avlodi ichida qoldirib ketdi. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. Belki men bular, yani Mekke aholisini va bularning ota-bovlarini uzun umr va ne'matdan bahramand qildim. Toki ularga haq, yani Qur'on va ro'shan payg'ambar Muhammad alayhissalom kelgucha. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. Ularga haq, yani Qur'on kelganda ular bu sehrdir. Biz haqiqatan uni inkor qilguvchimiz deyishdi. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Ular bu Qur'on nimishqa ikki shahar, ya'ni Makka bilan Toif odamlaridan bir katta odamga nozil qilinmidi deyishdi. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Parvardigoringning rahmatini ular taqsim qilib beramdi. Biz ularning hayotiy dunyodagi rizqini ularning orasida taqsim qildik. Ularning ba'zisini haq berib ishq solsin deb, ularning ba'zisining darajasini ba'zisidan ustun qildik. Parvardigoringning rahmati ularning to'plagan narsalari, ya'ni pul mollaridan yaxshidir. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. İnsanlar kuffarlarning bayoshat turmushini ko'rib, kufriga qiziqib, ularga qo'shilib, hammasi kufrida bir ummat bo'lib qolmaydigan bo'lsa edi, marhamatlik Allohni inkor qilgan kishilarning o'ylarining o'gzilarini va uningga chiqadigan shotalarini ko'mishdan qilib beratdik. وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ. Ularning o'ylarining ishiklarini va taxtlarini ko'mishdan qilib beratdik. Ular taxtlarga yo'linib o'ltiradi. زُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ. Yo'qriqlarning ba'zisini oltindan qilib beratdik.
ularning hammasi faqat dunyo tirikchiligida foydalanadigan narsalardir. Parvardigoringning huzuridagi oxirat, ya'ni jannat va uningdagi nozu ne'matlar taqvodorlarga xosdir. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Kimki mehribon Allohni yod etishdan, ya'ni Qur'ondan yuz o'riydigan, biz uningga shaytonni musallat qilamiz. Shayton uni vasvasa qiladi. Shayton uningga hamisha hamroh bo'ladi. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Shak shubhisizki, shaytonlar ularni, ya'ni ozg'un kuffarlarni to'g'ri yo'ldan to'sadi. Ular bo'lsa, o'zlarini to'g'ri yo'lda deb gumon qiladi. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. Kafir odam hamrohi bilan qiyomat kuni dargohimizga kelgan chog'da hamrohiga, koshki sen bilan mening oramda sharq bilan g'arbning orasidagi orliq bo'lsa ishkan. Sen nima degan yomon hamroh? Chunki sen mening baxtsizligimga sababchi bo'lding, deydi. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ. Ularga dunyodagi chog'da zulm qilganliginglar, ya'ni sherik keltirganliginglar uchun bugun sizlarning azobda o'rtaq bo'lganliginglar sizlarga foyda bermaydi deyiladi. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. Ey Muhammad, sen gazlarga anlatalamsan, ya ko'rlarni to'g'ri yo'lga salalamsan. Ya'ni kuffarlar gazlarga, ko'rlarga o'xshaydi. Oshkori gumrohlikda bo'lgan kishini hidoyat qila olamsan? فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ. Ularni jazolashdan ilgari seni elib ketsak, ya'ni vafot qildirsak, vafotingdan keyin ularni cho'qim jazolaymiz. أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ. Yoki biz sana hayotingda ularga va'da qilgan azobni ko'rsatamiz. Biz shubhisizki ularga azob qilishga qodirmiz. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Ey Muhammad, sana vahiy qilingan Qur'onga ching esilgin. Sen haqiqatan to'g'ri yo'ldadursan. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Qur'on sana va sening qavmingga albatta ulug' sharafdir. Sizlar kelgusida bu ne'mat ustida so'rilasizlar. وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ. Senden burun biz avatgan payg'ambarlarimizdan so'rab baqqinki, mehribon Allohdan boshqa ibodat qilinadigan ilohlarni belgiladikmi? Payg'ambarlarning ichida Allohdan g'ayriga ibodat qilishga da'vat qilg'ini bormi? وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Biz
haqiqatan Musoni Fir'avnga va uning tavalariga uning rost payg'ambar ekanligini isbotlaydigan shonliq mo'jizalarimiz bilan avatdiq. Musa Fir'avnga: "Men haqiqatan jimi olamlarning parvardigorining seni va qavmingni bir Allohga ibodat qilishga da'vat qilish uchun avatgan elchisiman" dedi. فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ. Musa ularga bizning mo'jizalarimizni elib kelganda, ular nogahon mo'jizalarni masxira qilib kuldi. وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Ularga bir-biridan katta mo'jizalarni ko'rsatdik. Ularni kufridan qaytsin deb turli azoblar bilan jazoladik. وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ. Ular azobni ko'rganda: "Ey sehrgar, Parvardigoringga uning sana bergan duoyingni ijobat qilishdan iborat ahdi bo'yicha biz uchun duo qilsang, agar u duoying bilan bizdan azobni ko'tirvatsa, biz cho'qim iymon aytamiz" dedi. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ. Musaning duosi bilan ulardan azobni ko'tirvatganimizda, nogahon ular ahdini buzib kufrida ching turdi. وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ. Fir'avn o'z qavmi ichida faxrlangan holda nido qilib aytdi: "Ey qavmim, Misrning podshohligi, ostimdan eqib turgan bu daryolar mening emasmi? Mening bu buyukligimni ko'rmamsizlar? أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ. Balki men ochiq gap qilolmaydigan bu arzimas odamdan, ya'ni Musa alayhissalomdan yaxshiman. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ. Nemi uchun uningga osmondan oltin bileziklar tashlanmadi? Yoki nemishqa uning rostligiga guvohlik berish uchun uning bilan billa farishtalar hamroh bo'lib kelmadi? فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. Fir'avn qavmini go'llag'anlikdan qavmi uningga itoat qildi. Ular haqiqatan fosiq qavm edi. فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ. Ular bizni darg'azab qilganda, ularni biz eng qattiq jazolar bilan jazoladik. Ularning hammasini dengizda g'arq qildik. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. Ularni biz kuffarlarning azobga tegishlik bo'lishida keyingilarga namuna va ibrat qildik. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ. Qur'onda Maryamning o'g'li, ya'ni Iso alayhissalom misol keltirilsa, nogahon sening qavming xushallikdan suran selishib ketadi. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ. Ular bizning ilohlarimiz yaxshimi yoki İsa'mı
dedi. Ular bu misolni faqat husumat qilish uchun keltirdi. Balki ular jedalxo'r qavmdir. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. U, yani İsa, Nasaralar gumon qilgandek iloh yoki ilohning o'g'li emas. Faqat payg'ambarlik ne'matimizga erishgan bir bandadir. Uni biz İsroil avlodiga Allohning qudratini ko'rsatadigan bir dalil qildik. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. Agar biz xohlasak, albatta sizlarga zaminda o'rin bosar bo'ladigan farishtalarni vujudga keltirdik. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. U, yani İsa, albatta qiyomat yaqinlashganlikning alomatidir. Uningga, yani qiyomatga shak keltirmanglar. Ey Muhammad, ularga aytqinki, menga agishinglar. Bu mening da'vat qilganim to'g'ri yo'ldir. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. Sizlarni shayton to'g'ri yo'lda mengishdan to'smasin. Ya'ni shaytonning vasvasasiga aldanmanglar. Shayton sizlarga haqiqatan oshkora dushmandir. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. İsa roşan möcizeler bilen kelip eytti. Sizlarga men hikmet elip geldim. Sizlarga ixtilop qilib atgan narsanglarning, yani dini işlarning ba'zisini bayon qilib beraman. Allohdan qo'rqinglar, menga itoat qilinglar. Innalloha huwa robbi va robbukum fa'buduh. Hada siratun mustaqim. Allah haqiqatan mening parvardigorimdir va sizlarning mu parvardigoringlardir. Uningga ibodat qilinglar. Bu to'g'ri yo'ldir. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Nasaralarning firqalari İsa to'g'risida o'zaro ixtilof qilishdi. Zolimlarga qattiq kun, ya'ni qiyomat kunining azobidan voy. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. Ular faqat qiyomatning o'zlari to'ymagan holda ushtumtut kelishini kutadi. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Bu kunda do'stlar bir-biriga dushman bo'ladi. Faqat xudolik uchun do'stlashgan taqvodorlarla undaq emasdir. Ya ibadi la khawfun alaykumul yawma wa la antum tahzanun. Ularga bandilarim, bugun sizlarga qo'rqinch yo'q, g'am qayg'umi yo'q deyiladi. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. Ular bizning oyatlarimizga iymon etgan va musulmon bo'lganlar edi. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. Ularga sizlar ayollaringlar bilan billa xushal-xo'ram holda jannatga kiringlar deyiladi. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين
وأنتم فيها خالدون. Ularga altın legellarda taam, altın camlarda şarap tutuludu. Cennette köngüller tartıdığan, közler lezzetlenadigan narsalar bor. Sizlar cennette mengü qalısizlar. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. Sizlar dunyoda qilgan yaxshi amallaringlar bilan varis bo'lgan jannat ana shudir. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. Jannatda nurg'un turlik meyveler bor. Uningdan yeysizlar. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. Gunohkorlar, ya'ni kuffarlar haqiqatan do'zax azobida mangu qolg'uchilardir. لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. Ulardan azob birdammu yenikletilmaydi. Ular do'zaxda har qandoq yaxshilikdan ümidsizlardir. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. Ularga biz zulm qilmadik va lekin ular o'zlariga o'zlari zulm qildi. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. Ular, ya'ni kuffarlar do'zaxga muakkal farishtaga: "Ey Malik, Parvardigoring bizga o'lim hukm qilsin" deb tovlaydi. Malik, sizlar azobda cho'qim qolasizlar deydi. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. Biz sizlarga haqiqatan haq dinni keltirdik. Va lekin sizlarning ko'pchiliginglar haq dinni yomon ko'rguchilardir. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. Ular Muhammad alayhissalomga suiqasd qilishda bir ishni qaror qilgan bo'lsa, biz Muhammad alayhissalomga yordam berishda bir ishni qaror qilamiz. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. Ular gumon qilamduki, biz ularning sirlarini va pichirlashqanliklarini anglamaymiz. Hargiz undaq emas. Uni anglab turamiz. Bizning elchilarimiz, ya'ni farishtalarimiz ularning oldida ularning amallarini yezib turdi. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Agar mehribon Allohning bolasi bo'ladigan bo'lsa, men u bolaga ibodat qilguvchilarning avvali bo'latdim degin. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. Osmonlarning va zaminning Parvardigori, arishning Parvardigori ularning so'zlaridan pokdir. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Ularni, ya'ni Makka kuffarlarini gumrohliklarida va nodonliklarida qo'yib bergin. Ular va'da qilingan kuniga muloqot bo'lganga qadar botillariga cho'msin va dunyosi bilan o'ynasin. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. Allah osmondamu ilohdir, zamindamu ilohdir. Allah hikmat bilan ish qilguvchidir, hammani bilguchidir.
وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. Osmonlarning, zeminning va ularning orasidagi narsalarning podshohligi ilkida bo'lgan zot kattadir. Qiyomatning bo'ladigan vaqti to'g'risidagi bilim haqiqatan yolg'iz Allohning dargohididir. Sizlar Allohning dargohiga qaytarilasizlar. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. Ularning Allohni qo'yib cho'qingan narsalari shafaat qilolmaydi. Faqat haq bilan guvohlik bergan, ya'ni la ilaha illalloh degan tili bilan aytqonni dili bilan haqiqiy bilganlar buningdan mustasno. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. Agar sen ulardan ularni kim xalq etganliklarini so'rasang, ular cho'qim Alloh deydi. Ular qandoqmi Allohga ibodat qilishdan butlarga ibodat qilishga burilib ketadi. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. Allah Taala Muhammad alayhissalomning "Ey Parvardigorim, bular haqiqatan iymon etmaydigan qavmdir" degan so'zini biladi. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. Sen ulardan yüz o'rigin, salom degin, ya'ni ularga badduomi qilmag'in, dinga da'vatmi qilmag'in. Ular kelgusida kufrining oqibatini